Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi viloyat boshqarmasi hamda Ichki ishlar boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi hamkorligida belgilanmagan joylarda sifatini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan, sanitariya qoidalariga rioya qilmasdan muzqaymoq, yaxna ichimliklar, poliz mahsulotlarining noqonuniy savdosi bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Hozir shu haqda Nazorat tadbirlarida fuqarolarning salomatligini asrash va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarining iste'molini ta'minlash maqsadida yo'l chetida sotilayotgan mahsulotlar savdosi o'rganildi. Ushbu mahsulotlarning aksariyati sifat sertifikatisiz, yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan holda sotilmoqda. Bundan tashqari, gigiyenik talablarning buzilishi holatlari ham kuzatilgan. Ayniqsa, issiq havo sharoitida noto'g'ri saqlangan muzqaymoq va ichimlik turli infeksion kasalliklar tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo shunday bo'lsa-da, kundan-kunga bunday savdo shoxobchalari ko'paymoqda. Demak, xaridorlar shunchalik ko'pmi yoki fuqarolar uchun bu mahsulotlarga bo'lgan talab yuqorimi? Ular bu mahsulotlar haqida qanday fikrda? Yo'l bo'yida sotiladigan muzqaymoqlarni sifatsiz deb hisoblayman, chunki u qanaqa, qayerda tayyorlangan, kim tomonidan tayyorlangan, qachon tayyorlanganligini bilmayman. Shuning uchun xavfsiz deb hisoblamayman. Va sog'likka zarar va sotib olmas edim. Lekin afsuski ko'p insonlar shuni iste'mol qilganini ko'rganman. Va oxir-oqibat kasallanish holatlari ham juda ko'p. Kimdir nazoratga olsa juda yaxshi bo'lar edi. Bugungi kunda muzqaymoqni katta yoshdagi insonlar yesa bir kasal bo'lishi tabiiy bo'lib turibdi. Yo'lda masalan sotiladigan morinlar ular qanaqa, sifati qanaqa, sertifikati bormi? Uni tarkibi nimadan iborat? Buni bilishimiz kerak. Bu to'g'rida tushunchamiz bo'lishi kerak. Muzqaymoq iste'mol qilayotganda ko'rib, sifati, sertifikatga ega bo'lgan muzqaymoqlarni bolalarga bersak, bu o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Biz ota-onalar albatta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu bizning farzandlarimizning sog'lig'i, bu bizning kelajagimiz. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida fuqaro va tadbirkorlar bilan savdo qoidalarini buzib, muzqaymoq, uy sharoitida tayyorlangan salqin ichimliklar, veterinariya ekspertizasidan o'tmagan, sifatini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan poliz mahsulotlarini sotmaslik haqida profilaktik tushuntirish ishlari o'tkazildi. Tegishli ogohlantirishlar berildi. Sanitariya qoidalariga rioya qilmasdan muzqaymoq sotayotgan 3 nafar fuqaroga nisbatan esa ma'muriy choralar qo'llanilib, 15 kilogramm muzqaymoq savdodan oldirildi. Tegishli idoralar tomonidan bunday nazorat tadbirlari davom ettirilishi ham rejalashtirilgan. Unutmang, salomatlikni asrash avvalo o'zimizga bog'liq. Ko'cha-ko'ydagi bu kabi sifati kafolatlanmagan, sertifikatga ega bo'lmagan yoki ekspertizadan o'tmagan mahsulotlarni iste'mol qilish bu sizning salomatligingizga zarar yetkazishi mumkin.